kartcha apparat so'ragan ekan arimizda. Shu anga servis do'konlarda kartcha apparatlarimiz tayyor bo'lgan ekan. Shu munosabat bilan hozir sizlarga bularni qisqacha ma'lumotini berib, sifatlari haqida tanishtirib o'tib ketamiz va videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, video davomida ishlashni ham qo'yib o'tib ketamiz ekan. Bo'lmasam ma'lumotlarni boshlaymiz. Birinchi bo'lib kartchirimizdan boshlaydigan bo'lsak, kartchirimiz katta 90 talik TH firmani kartchilari bo'ladi. TH firmasi Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Yurg'izish joylari zavodning orqali yanada to'g'ri zavodik oladi. Ketdi. Yoqilg'i turlari bizam boklari 3 litrli qilib ishlangan. Kartchilari katta kartchilardan qo'yilgan bo'ladi. Harakatlari через remen orqali harakat oladi. Bu tomonda o'zini kompressorlari bor. Xo'p, ikki kishi bemalol ikkita tomonga sepib ketishi mumkin. O'zini kompressordan xuddi shunday bitta avratkasi, bitta tortadigan shlangi chiqadi va xuddi shunday o'zini 30 metrdan shlanglarigacha ham chiqadi. Keyin mana shunday o'zini original nasotkalari ham chiqadi. Bular ham o'zini komplektiga qo'shib beriladi. Yomkisimiz 350 litrli yomkis bo'ladi. Xo'p, haydagi ramalari ham yaxshi sifatli ramalardan qo'yilgan. Balonlari skuter balondan qo'yib ishlangan bo'ladi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, ikki kishi sepadiganim uchun shlang o'rnatgan joylarni ikkitadan qilib qo'yganmiz. Shlanglarini chiqarib o'rashinglar ham juda ham oddiy. Bemalol chiqaraverasizlar, hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. O'rashda ham bemalol o'raverasizlar. Bir kishi bemalol o'ray oladi akalar. Buni motovoy urinadigan qilinmagan. Buni bir kishi bemalol yetalab ketsa bo'ladigan qilib yasab qo'ygan bo'lgan. Sababi, xo'p, mana bunday qilib bemalol bir kishini o'zi bitta qo'lda burib ketishi yoki boshqarib ketishi mumkin. Balonlar ham 60 gradusgacha aylanadi. Ko'rishingiz mumkin. 60 gradusgacha Torli Shunga xuddi shunday kartchilarimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, ekranning pastida nomerlar bor. Kartchilarimiz cheklanmagan miqdorda bor. Kimga xuddi shunday kartchilar kerak bo'lgan bo'lsa, ekranning pastida nomerlar qoldirib qo'ydik. Bemalol murojaat qilib, xarid qilib, o'ttirlarlarda xarid qilib olishingiz mumkin. Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro servis do'koni aytadi. Xo'p. Endi bularda sizlar bilan bitta ishlashni ko'rib chiqamiz va videomizni tugatamiz. Mana ketdik.